Salom hammaga, aziz do'stlar. Ayniqsa yaqin va uzoq suzish kapitanlarini, shuningdek, ekstremal texnika ishqibozlarini, mototsikllar, balki kvadrotsikllar, snowmodlarni alohida qizg'in tabriklayman. Umuman olganda, usti ochiq bo'lgan va jihozlari ultrabinafsha nurlanishidan, namlikdan, sachrashlardan zarar ko'rishi mumkin bo'lgan barcha texnikalar haqida gapiryapman. Aynan sizlar uchun biz bir nechta ko'rib chiqishlar seriyasini tayyorladik. 2 yoki 3 ta video bo'ladi. Ularda biz o'z texnikamizni ko'p yillardan beri ishlab chiqarilayotgan va bozorda o'zini isbotlagan jihozlarni ko'rsatamiz. Bu jihozlar barcha zarur standartlarga muvofiq himoyalangan. Ular ultrabinafsha nurlanishiga, suv sachrashlariga va hokazolarga bardosh bera oladi. Umuman olganda, choy va qahva tayyorlang. Bugungi videoni biz yangilikdan boshlaymiz. Bu dengiz uchun mo'ljallangan Amir 601 va Amir 602 resiverlari. Boshladik. Niketis sizda bor bo'lgan eng yaxshi ilovaga o'xshab baza fomentlarni samxo'rlik qiladi. U qalin tronroq singing deydi. An'anaga ko'ra, biz har doimgidek qadoqdan chiqarishdan boshlaymiz. Keling, dizaynerlarimiz juda puxta ishlagan ushbu zamonaviy va chiroyli qutichani ochib ko'ramiz. Toplamda albatta o'zining magnitofoni, foydalanuvchi uchun qo'llanma, kafolat taloni, brendli stiker, mahkamlash uchun elementlar va 20% chegirma olish bo'yicha ko'rsatma yozilgan chegirma kuponi bor. Endi esa magnitofonlarimizga yaqindan nazar tashlaymiz. 601 va 602 modellarning farqi ularning form faktorida. 601 model yumaloq, 602 model esa tortburchak. Bu hammasi emas. 602 modelda boshqaruv aylantirgich yoki enkoder orqali amalga oshiriladi. 601 modelda esa klassik kamaytirish va ko'paytirish tugmalari mavjud. Bu resiverlarda eng yuqori darajadagi audio mikrosxema o'rnatilgan. Butta 7851. Bilmaganlar uchun aytaman, bu hozirgi vaqtda magnitofonlarga o'rnatiladigan eng yaxshi kuchaytirgichlardan biri. U 2 ohmda barqaror ishlay oladi va kristaldek tiniq hamda kuchli ovoz bera oladi. Xo'sh, endi biroz texnik ma'lumotlar bilan zeriktirish vaqti keldi. Hozir magnitofonni yaqinroq ko'rib chiqamiz. Men batafsilroq tushuntirib beraman. Bizda nimalar bor va ulardan qanday foydalaniladi. Ichki tomonda esa barcha asosiy ulanish simlari joylashgan. Ko'rib turganingizdek, ular bizda germetik tarzda yashirilgan. Aytgancha, aytishni unutibman. Qurilmamiz IP66 standarti bo'yicha himoyalangan. Simlar toplamida bizda akustik simlar, quvvatga ulash uchun simlar, avj ulash uchun o'ta va kuchaytirgichlarni ulash uchun o'ta chiqishlar bor. Old, orqa va subwoofer uchun. Shuningdek, bizda 2 ta usport bor. Ulardan biri kuchaytirilgan kuchlanishda 2 va 1 amper va antennaga ulash uchun razyom ham mavjud. Boshqaruvni biz oq rangdagi 602 model misolida ko'rib chiqamiz. Aytgancha, e'tibor bering, ekranga zavoddan himoya plyonkasi yopishtirilgan. Pastki qismda bizda radio boshqaruv tugmalari va ovozni o'chirish tugmasi joylashgan. O'rtada esa enkoder joylashgan. Uning 2 tomonida treklarni almashtirish tugmalari, chap tomonda esa yoqish va ovoz manbasini tanlash tugmasi bor. Ovoz manbai sifatida bizda AUX, radio, USB va Bluetooth bo'lishi mumkin. O'ng tomonda esa zona tanlash tugmasi joylashgan. Masalan, agar sizning yaxtangizda akustika ham kajutada, ham palubada o'rnatilgan bo'lsa, siz ovoz balandligini alohida palubada yoki kajutada boshqarishingiz yoki men hozir qilayotganimdek ikkalasini bir vaqtda boshqarishingiz mumkin. Agar sizda bakki bo'lsa, shu tarzda siz old va orqa akustikani boshqarasiz. Ovoz sozlamalari har bir zona uchun alohida amalga oshiriladi. Birinchi zonaga kiramiz va bas, yuqori, subwoofer, equalizer va ton kompensatsiyasini yoqish yoki o'chirish sozlamalarni ko'ramiz. Xulosa qilish vaqti keldi. Agar siz hali texnikangizdagi magnitofonni yangilashga ulgurmagan bo'lsangiz, bu bakki yaxta yoki kvadrotsikl bo'ladimi? Albatta bizning yangi mahsulotlarimizni, yana 602 yoki 601 modelini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman.
Magnitofon qulay foydalanish uchun barcha zarur funksiyalarga ega va yaxshi himoya darajasiga ega. Shuningdek, narx kabi muhim omilni ham unutmaslik kerak. Masalan, mashhur bir ishlab chiqaruvchining, deylik, italiyalikning shunday tipdagi magnitofoni 3, hatto 4 baravar qimmatroq bo'ladi. Tomosha qilganingiz uchun hammaga katta rahmat. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yangi mahsulotlarimiz haqida fikringizni izohda yozib qoldiring. Ushbu videoni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqqa obuna bo'ling. Siz bilan birga Pavel shu kompaniyasi edi. Hammaga xayr. Men seni yaxshi ko'raman, aka.